Demak, aziz ota-onalar va o'quvchilar, hozir davramizga xushovoz o'quvchimiz Oyshaxonni taklif qilamiz. Marhamat. Oyshaxon. Dadajon, sizni yaxshi ko'raman. Rahmat qizim. Ana, so'qitmayapsanmi qizim? Yo'q. Hozir a? Ana chiqdi. To'qqiram chiqdi. Nima bo'ldi? Tabriklayman. Yana qizli bo'ldingiz. O'g'lim yo'q deb o'ksinmayman. Ortda qolar izim bor. O'g'ilga alishmayman. Meni shunday qizim bor. Qo'shnilar, nima ko'ryapsizlar? O'g'limni futbolga bergandim. Zo'r o'yinni ko'ryapmiz. Ha aytgancha, sizda o'g'il yo'q-ku. Sizga ham shunaqa o'g'il nasibsin. Qarasangchi. Mana ku. Mayli, men do'konga o'tib. Mayli, bora qoling. Ko'rdingmi? Jonim qizim, erkatoyim. Sendan ko'nglim to'q mening. Sen borsangki bu dunyoda hech armonim yo'q mening. Yelkamga chiqarib qochga olib boray yo'da. Xizmatingiz ado qilay. O'g'ildan ziyoda. Asal qizim Nuriddinam, yaxshi ham sen borsanda, manman degan o'g'illarni hammasidan zo'rsanda. Siz yonimda tursangiz bas, shodliklarga to'laman. Hech o'ksimay dada sizga, o'zim o'qib bo'laman. Assalomu alaykum dadasi. Yaxshi keldingizmi? Menga bering. Assalom. Nima bo'ldi? Kayfiyatingiz yo'q? Ishxonada ishchilarni qisqartirish bo'layotgan ekan. Shunga meni ham ishdan bo'shatishdi. Ha, shunga ham siz qilasizmi? Boshqa ish toparsiz, hammasi yaxshi bo'ladi. Qizlarimizni qanday Dadajon? boqamiz? Sizlar bilan baxtim butun, nurdan yorug' yuzlarim. Nasib qilsa jannatlarga yetaklaydi qizlarim.